Assalomu alaykum hurmatli men kuzatuvchilar va bir kamazimiz kelibdi remontga. Mana qaranglar-da. 6 oydan beri mana shu yerdan vozduk propiska qilib yurgan. Qaranglar, prokladka yo'q bu yerda. Mana qaranglar. O'zim maxsus prokladkasi mana turibdi, lekin mana shu yerda yo'q. Ikkita galobkani o'rasa mana toza bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerdan vozduk propiska qilgan. Aychi bo'yicha ruskiy bu shofyori. Mana galobkamiz holati. Mana vozduk propiska qilgan joyi ham yavn ko'rinib turibdi-da. Juda abgor holatga kelgan, juda abgor. Umuman qaramagan. Nima deydi? Hayotdan ko'ngli qolib ketgan motorda mana. Anchadan beri ko'pchilik aybini topolmayotgan ekan, farsonkadan ayib, trubkadan ayib, mana ikkinchi silindrda trubkasini salyarga o'qizib yurgan mana ko'rishingiz mumkin. Bundan ayib deganda hamma ayib, lekin bu yerda Allohga shukr. Shu mehnatimiz qo'limizdan kelgancha bilganimiz uchun mana aybini topdik. Sraz keldik, kelgandan aytdik. Mana shu 3-silindrdan vozduk propiska qilyapti. Galobka prokladkada muammo bor deb shuni aybini aytgan edik. Alhamdulillah, Allohga shukr mana mana mashina nomeri Samarsk oblastdamiz. Aybini topib, Xudoga shukr. Sraz endi bu yerda zavod bo'lgan holatlarni iloji boricha ko'rsatamiz sizlarga. İnşallah.